Assalomu alaykum. Biz mana Surxondaryo viloyati Sarosiyo tumani Nurbuloq mahallasida joylashgan bir kontur bir mahsulotimizni dalasiga keldik. Bu dala 51-konturda joylashgan. 51-konturda 11 gektar yer maydoni 16 ta fuqaromizga berilgan. Shundan bitta fuqaromiz ba'zi bir sabablarga ko'ra faoliyatini to'xtatgan. 15 ta fuqaromizga mana oq piyoz yetishtirish berilgan. Bugungi kunda piyozimiz yaxshi rivojlangan. Hozir shu darajaga kelgan piyozimiz. Bunda mineral o'g'itlari, suvi, ishlovi o'z vaqtiga bo'lgan. 15 ta fuqaromizga bitta lider tadbirkor belgilaganmiz. Tadbirkorimiz To'raqul bobo kooperativ ishlab chiqarish lider tadbirkorimiz mavjud. Piyozimiz 1-oktyabr sanasida ekilgan. Yig'ishtirish mavsumi 15-iyun sanasiga to'g'ri keladi. Shunda piyozimizni agar ichki bozorda sotmoqchi bo'lsak, endi 2000 so'm, 2500 so'mdan rejalashtirganmiz. Tashqi bozorda tadbirkorimiz agar chiqaradigan bo'lsa, 3000 so'm, 4000 so'mdan narxini rejalashtirganmiz. Bugungi kunda yetishtirishda piyozimiz yaxshi. Maydonimiz 50 metrga 2000 metr. 15 ta fuqaromizga berilgan piyozimiz mana shu. Kelajakda piyozdan keyin yana bir xil mahsulot yetishtirishga harakat qilamiz.